Shu amaliyotdan keyin siz jinsiy zaiflikka nuqta qo'yasiz. Ya'ni jinsiy zaiflik butunlay sizni tark etadi. Penil implant qo'yishdan maqsad nima? Erkak kishini erkaklik quvvatini qaytarish. Ya'ni 18 yoshli qirchillama yigitga aylantirib beramiz. Va bu holatda erkak kishi xohlagan vaqtda, xohlagancha jinsiy aloqa qilib, o'zini va ayolini qoniqtira oladi. Jinsiy zaiflik uzoq yillardan beri sizni qiynayapti, ya'ni aloqa umuman yo'q. Buni tekshirib ko'ramiz oldin, ya'ni nima sabab bo'lmayapti, ya'ni farmakodopplerografiya deymiz. Aynan ukol qilib qon aylanishini ko'ramiz. Agar muammo jiddiy, ya'ni og'ir, o'rta og'ir holatda bo'lsa, unda penil implant qo'yish amaliyotini qilib beramiz. Bu amaliyot qanaqa qilinadi? 1 komponentli va 3 komponentli bizda variantlar bor. Xohlasangiz 1 komponentli, xohlasangiz 3 komponentli protezlash amaliyoti bo'ladi. Ularning qanaqa farqi bor? Birinchidan narx, ikkinchidan bu 1 komponentli nisbatan chidamli bo'ladi. Asosan kimlarga qilinadi? Qanday diabet, uzoq yillardan beri og'rigan bemor, yurak qon tomir kasalligi, ya'ni sildenafil, tadalafil dori icholmaydi ular. Sababi nitrat gruppa ichayotgan, ya'ni yurak ishemik kasalligi bor bemorlar nitrat gruppa ichadi va bu dorilarni ichsa to'satdan yurak xuruji, hattoki o'limga sabab bo'lishi ham mumkin. Penil implant qo'yishdan maqsad nima? Erkak kishini erkaklik quvvatini qaytarish, ya'ni 18 yoshli qirchillama yigitga aylantirib beramiz. Va bu holatda erkak kishi xohlagan vaqtda, xohlagancha jinsiy aloqa qilib, o'zini va ayolini qoniqtira oladi. Bu nimaga kerak? Stress, depressiya, to'satdan ya'ni yurak xuruji kasalliklari yoki yurak miya ishemik kasalliklarini oldini olish uchun va hattoki shunaqa ilmiy izlanishlar bor. Prostata bezida uchrovchi xavfli rak o'sma kasalligi ham aynan jinsiy aloqada muntazam yuruvchi erkaklarda uchrash foizi juda ham past. Nima qilishimiz kerak? Doimiy jinsiy aloqada erkak kishi yurishni xohlaydi. Yoshini oxirigacha, hattoki 70-90 ga kirganda ham qanaqa erkak bo'lishni xohlaydi va quvvatini saqlashni xohlaydi. Va buni biz qaytarib berish imkoniyatiga hozirgi aynan urologiyada, andrologiyada imkoniyatga egamiz. Sizlarda ham bir necha yillardan beri bu muammo qiynayapti. Nima qilishni bilmayapsizlar. Har nima ichib ko'rdinglar, har xil internetda batlarni ichib ko'rdinglar, lekin foyda bermayapti va bu holatda sizlar umidni uzdinglar. Lekin umidni uzmanglar, bizda sizlar uchun asosiy va eng zamonaviy yechim bor. Hozir biz aynan penil implant o'rnatish amaliyotiga kirib ketmoqdamiz. Jarayon sizlarga qiziq bo'lsa, bizni boshdan oxirigacha kuzatinglar. Sog' bo'ling. Mana operatsiyadan lavha, bemor hech qanaqa og'riq sezmasligi uchun aynan bel qismidan, ya'ni spinalniy anesteziya beramiz. Bemor biz bilan bemalol gaplashib yotadi. Hattoki operatsiya davomida hazil-huzur qilamiz. Og'riq umuman sezilmaydi. Aynan implant o'rnatish bosqichi juda ham qiziq. Patsientlar hattoki mani uxlatib qo'ymanglar, gaplashib yotaman deb o'zi inisiativa bilan chiqadi. Ya'ni xohlaydi uxlashdan ko'ra mana shu jarayonni kuzatishni. Jarayon uzoq vaqt davom etmaydi. Uzog'i 1 soat 40 minut atrofida implant qo'yib bo'lamiz va bemorni palataga olib kiramiz, joylaymiz, antibiotiklar va o'z demak dorilar ketadi. Kun davomida bizni qarovimizda bo'lishadi. 1 oy davomida biz nazoratimizda bo'lib, agar hammasi yaxshi bo'lsa, bemalol jinsiy aloqaga ruxsat beramiz. Xo'p, mana jinsiy olatga hozir implant qo'yamiz. Ikkita kavernozning telo, ya'ni g'ovak tana bo'ladi ichida. Sidik kanali pastdan o'tgan, mana spangiozli telodan. Bunga umuman tegmaymiz. Nerv hammasi saqlanib qoladi, hissiyot hammasi. Ukol qilib ko'rdik, ya'ni aynan Viagrani ukol varianti bor. Birdan turg'izadi u. Shu ukolda ham shu holatda turdi. Ya'ni umuman reaksiya bo'lmadi va bu holatda og'ir hisoblanadi. Aterogen omil va implant qo'yib, xohlasa maksimal, ya'ni ereksiya holatda saqlab qolamiz holatni. Videoni kuzatib olinglar, biz sizlarga aynan do и после holatini kuzatamiz. Mana implantni bujlab oldik va ikki tomon simmetrik, ya'ni bir xilligini ko'rib oldik. Yaqinda bitta keys bizdan ketgan patsient boshqa doktorga borgan, milliontadan ortiq qo'ydim deb aytgan. Xo'p, va bu oxirigacha bujlanmagan, ya'ni oxirigacha mana bu
Golovkagacha bujlanmaganligi tufayli galonoptoz bo'lib qolgan. Ya'ni golovka pastga qarab qiyshayib qolgan. Bemor bundan juda ham norozi va aloqa payti juda ham xalal beryapti deydi. Boshqa implant qo'yib ber deb keldi. Bunga ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak bu holatga. Hozir mana bir komponentli penil implant o'rnatish amaliyotimiz tugadi. Bemorimiz holati zo'r, implant zo'r o'rnadi. Agarda sizlarda ham jinsiy zaiflik uzoq yillardan beri qiynayotgan bo'lsa, unda quyidagi raqamlarga telefon qiling va batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Qanaqa savollar bo'lsa, bemalol yozing, biz sizlarga albatta javob beramiz. Sog' bo'ling.